هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Taha tefsiri 80. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktinlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Taha suresi 80. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey İsrail avladı, sizlarni hakikaten düşmanlardan qutqizdik. Munacet üçün ve Musa'ga Tevrat nazil qilish üçün sizlarga Tur Sina'nın o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibin bilan bo'dinini tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yanglar. Bu haqda chekdan oshmanglar. Undaq qilsanglar sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ldi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyat mag'firat qilguvchiman. Allah Teala'nın İsrail avladığı bergen nimetlerini esletkenliki. Allah Teala bu ayette özünün İsrail avladığı bergen katta nimetlerini esletdi. Allah Teala ulanı düşmanı Firavundan kurtuldurdu. Firavun ve onun askerlerinin birini mi koymay ulanın köz aldıda su garık kılıp ötüp ulanı hatırcam kıldı. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. Firavun guruhini köz aldığınlarda garık kıldık. İmam Bukhari İbn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret kılıp kelgende Yahudilarning Muharram ayının 10. günü roz tutayotganligini ko'rdi ve ulardan nima uchun bu kunda roz tutayotganligini so'radi. Nima uchun bu kunda roz tutadiganligini so'radi. Ular bu Allah Teala Musa'ni Firavundan qutuldirib qolgan kundir deb javob berdi. Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Biz Musa'ga en yakın kişilerdirmiz. Sizlarmi bu kunda roz tutinglar. Bu hadisni İmam Müslim mi rivayet kılgan? Allah Teala Firavunni yo'qitib bo'lgandan keyin Musa aleyhisselam ve İsrail avladıga ular bilan Tur teg'ining o'ng tarafida uchrashishga va'da berdi. Bu Allah Teala Musa aleyhisselam'a sözlegen, Musa aleyhisselam Allah Teala'nı görüşünü talep qilgan ve Allah Teala Musa aleyhisselam'a Tevrat'ni bergen o'rindir. Musa aleyhisselam Allah Teala bilan sözleşkilik etken arlıqda İsrail avladı Musa'ya ibadet kıldı. Bu vaqtiki qissa tövende bayan qılındı. Sizlarga taranjibim bilan bo'dinini tushirib berdik. Allah Teala ulağa rahmet qilish yuzidan osmondan ulağa yemekliklarni tushirib beradi. Ula bu yemekliklardan ko'p olmay aytisi yetgidek ilib oladi. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yanglar. Bu vaqtda chekdan oshmanglar. Undaq qilsanglar sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Yani men sizlarga ato qilib bergan bu rizqlardan yanglar. Bu vaqtda chekdan ish haddidan ortiq ilib olmanglar. Undaq qilsanglar mening buyrug'imga qarshi chiqqan bo'lsizlar. Ondan sizlarga g'azabim tushadi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi.
Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning g'azabi tushgan kishi dunyo oxiratda baxtsiz bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qilguvchiman. Hatta Alloh taolo Isroil avlodining ichidan mo'zaga ibodat qilganlarning tavbasini qabul qildi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning ondan to'g'ri yo'lda mangan degan oyatning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan shak qilmaganlardir. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Toki vafot bo'lguncha islom dinida ching turgan. Bu vaqtda oyatning ma'nosi mundaq bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan toki vafot bo'lguncha dinda ching turgan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ey Musa, aldırab Tur Sinaga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? Dedik. Musa aytdi. Ular izimni qo'g'lishib kelyotdi. Rabbim, sen rozi bo'lsin deb bu yerga aldırab keldim. Allah aytdi. Senden yani sen ketkendan keyin qavmingni haqiqatan sinidiq. Ularni Samiri azdırdı. Musa qavmiga g'azablangan holda xap qaytdi. O aytdi. Sizlarga Rabbinglar chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutgandek, sizlar ahdini unutgandek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglarga Rabbinglarning g'azabi tushishni iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi. Sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'aun qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tga tashladik. Samiri'mu o'zi elib chiqqan zibu zinnatlarini tashladi. Samiri eritilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir muzay haykal yasadi. Uningdan muzayning ovoziga o'xshash ovoz chiqatdi. Ular, ya'ni Samiri va uning tavalari aytdi. Bu sizlarning ilahinglardir ve Musa'nın ilahidir. Musa ilahini bu yerde unutup gelip onu izlep Tursina'ga ketdi. O Mozay'nın ularning sözüge cevap verilmeydiganligini, ularga payda ziyan yetkazilmeydiganligini ular uqmamdı. Musa aleyhisselamның Allah Teala'ga va'da bergan yerga bir ketishi ve İsrail avlodining Mozayga ibodat qilganligi. Fir'aun suvga cho'ktirilib yo'qotilgandan keyin Musa aleyhisselam İsrail avlodini elib ketib etib, butqa cho'qinayotgan bir uchum odamlarning yenidan o'tdi. İsrail avlodi Musa aleyhisselamdan bizga mi ularning butlaridek but yasab bergin deb talab qildi. Allah Teala bu qissani bayon qilib mundaq dedi. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular butlarga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, ey Musa, bizga mi ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki ashu kishilarning botil dinlari gumroh bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Allah Teala Musa aleyhisselamga 30 kunni va'da berdi. Ondan onunğa 10 kunni qo'shib berdi. Shuning bilan 40 kun to'liq to'shdi.
Musa aleyhisselam bu günlerde roz tuttu. Musa aleyhisselam 40 gün toşqandan keyin qalğan İsrail avladığı məsul bolup turuşu üçün o ornağa qerindishi Harun aleyhisselamni qo'yib, o'zi turtig'iga Alloh taolo bilan uchrashish uchun odamlardan burun aldirab mangdi. Şuna Alloh taolo uningga mundaq dedi: "Ey Musa, aldirab Tursinaga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima?" dedi. Musa aytdi: "Ular izimni qo'g'lishib kelyotdi. Rabbim, sen razı bo'lsin deb bu yerga aldirab keldim." Allah aytdi: "Senden, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinadik. Ularni Samiri azdirdi." Yani Allah Teala Peygamberi Musa aleyhisselamga Musa aleyhisselam yo'q mezgilida İsrail avlodi ichida yuz bergan ularning Samiri yasab bergan butga ibodat qilishdek ishidan xabar berdi. Allah Teala bu müddet ichida Musa aleyhisselamga Tevratni o'z ichiga olgan bir taxtini tushirib berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: "Biz onun üçün Tevrat taxtılağa İsrail avladi dinde muhtaç bo'lgan vaz nasihat, dini ahkamlarının hammasini tafsili yazdık. Ey Musa, onu yani Tevratni mahkam tutqin, hem de qavmingni onundaki en güzel ahkamlarga amal qilishga buyurgan. Sizlarga fosiqlar, yani Fir'aun ve onun qavmining diyorini ko'rsataman." Allah Teala Musa aleyhisselam İsrail avladının qishidan ketgandan keyin ularning Samiri yasab bergan muzayga ibodat qilganligini xabar berdi. Musa aleyhisselam bunu anlab o'zining İsrail avladının ishlariga ko'ngil bo'lib, ularning shar'iy bo'lgan ve shariat ahkamlarini o'z ichiga olgan Tevratni topshirib olg'ili kelganda ularning Allah Teala'dan başka bir narsaga ibodat qilganligidan nihoyat qattiq g'azablanib, ularning qishiga qaytib keldi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi: Musa qavmiga g'azablangan holda xap qaytdi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Musa odamlarining qishiga g'azablangan holda g'amkin qaytdi. Qatada bilan Suddi bu oyat haqida mundaq dedi: Musa aleyhisselam adamlarının muzayga ibadet kılganlığı xapa g'amkin aldı qaytdi. O aytdi: "Sizlarga Rabbinglar chiroyli va'da qilmaganmidi? Yani Rabbinglar men orqali sizlarga dunyo oxiratdagi hamma yaxshi ishlarni va kelgusining yaxshi bo'ladiganligini va'da qilmaganmidi? Ham Silamu onun düşmanlarınla üstüden sizlarga yordam qilganligini ve onundan başka onun nurg'unlagan ne'matlarini öz ko'zinglar bilan ko'rmadinglarmi? Sizlar ahlini unutug'idek vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglarga Rabbinglarning g'azabi tushishni iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ondan ular bu ishning o'z ixtiyori bilan bo'lmaganligini, ular Misrdan qaytib chiqqanda qo'llaridagi Misrlikdan oriyatga elib chiqqan zib-zinnatlarni ishiltishni ravo ko'may eritish uchun ularning hammasini bir yerga to'plaganligidan bu ishning kelib chiqqanligini bahona qilishib mundaq deyishdi: "Sana bergan va'diga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q, lekin biz Fir'aun qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirimo o'zi elib chiqqan zinnatlarini tashladi." Suddi Abu Malik'ten İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi:
Harun aleyhisselam bu zibu zinnetler hakkında Musa qaytib kelib bir narsa desin deb ularning hammasini bir parcha kesak oltin qilishni ko'zlab ularni bir o'rakka yiqqan edi. Ondan Samiri kelib uningga Jibril alayhisalomning izidan ilib olgan bir uchum to'pini chashdi. Samiri Harun alayhisalomdan Alloh taolaning o'zining talab qilgan duosini ijobat qilishini o'tinib Alloh taolaga duo qilib berishni so'radi. Harun aleyhisselam Samiri'nin nemi ko'zlayotganligini bilmayla Allah Teala'dan onun duasını icabet kılışını tiledi. Allah Teala onun duasını icabet kılmakçı boldu. Samiri, men Allah Teala'dan bu zibu zinnetlerinin mozaik aylanışını tileymeyen dedi. Allah Teala ulanı sınaş için zibu zinnetlerini avazlık bir mozaik aylandırıp verdi. Şuna Allah Teala mındak dedi. Samiri'mu özü elip çıkan zibu zinnetlerini taşladı. Samiri eritilgen zibu zinnetlerden ula üçün bir mozaik heykel yasadı. Onundan mozayının avazı okşaş avaz çıkarttı. Ula yani Samiri ve onun teveleri etti. Bu silenin ilahinladır ve Musa'nın ilahidir. Muhammed İbni İshak bu ayetinin manisi hakkında İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet kıldı. İsrail avlatları mozayga nahayet bek çokundu ve onu tengdişi yok derecede yaxşı gördü. Musa ilahını bu yerde unutup qilib, Musa ilahini bu yerde unutup qilib, onu izlep Tur Sinaga ketdi. Yani Samiri özünün dinini unutdu. Allah Teala ularga reddiye berip eskiliklerini içip ve akılsız ekanligini bayan kılıp mundaq dedi. U mozayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Ya'ni ular u mozayga gap qilganda ve uningdan savol so'raganda mozayning ularga javob berolmaydiganligini, dünya ve ahirette ularga foyda ziyon keltirolmaydiganligini uqmamdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq dedi. Allah Teala'nın namı bilen qasamki, mozayning ovozi odatdagi mozaylarda bo'ladigan tabiiy ovoz emas, balki uning qo'ng'idan kirgan shamolning og'zidan chiqqanda anglangan ovozidir. La ilaha illalloh. Hasan Basri'den rivayet kılınan hadiste bu mozayning Mahmud bu mozayning Bahmud degan isim bilan atalganligi bayon qilindi. Bu ahmoqlarning ko'rsatgan bahonasining xulosasi. Ular Misrliklardan vaqtliq deb turib elib olgan zibu zinnatlarini ishlatishni ma'qul ko'rmay, ularni taqamay muzay yasab shuningga ibodat qildi. Yani ular kichik gunoh qilishdan saqlanamiz deb cho'ng jinoyat o'tkazdi. La havla va la quvvata illa billah. Mush mazmunda İbn Umar radıyallahu anhumadan mundaq bir hadis rivayet qilindi. Iroqlik bir kishi İbn Umardan pashining qini kiyimga yuqib qolsa, u kiyimda namoz o'qig'ili bo'lamdi yoki bo'lmamdi deb so'raydi. İbn Umar, "Mavi Iroqlik qaranglar. Bular Payg'ambar alayhissalomning nevrisi Husaynni ikkilanmayla o'ltirib o'tgan edi. Emdilikdi kelib, kiyimga yuqib qolgan kichikkina pashining qini to'g'risida fatvo so'rayotdi" dedi. Subhanalloh. Shek shubhisizki Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun, "Ey qavmim, sizlar mozay bilan qaymoq turildinglar. Sizlarning Rabbinglar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mozayga cho'qinishni tark etish bilan buyruqimga itoat qilinglar" dedi. Ular Musa qaytib kelgunga qadar uningga cho'qinamiz deyishdi.
Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Harun alayhissalomning Isroil avlodini mo'zayga ibodat qilishdan to'sqanligi va ularning ibodat qilamiz deb ching turib olganligi. Alloh taolo bu oyatda Harun alayhissalomning ularni mo'zayga ibodat qilishdan to'sib, bu sizlarni qaymoqtirishdir. Sizlarning Rabbinglar hamma narsani yaratib, uni nihoyat inchki o'rinlashtirgan, katta arshning egisi bo'lgan va xohlaganini qiladigan zotdir deganligidan xabar berdi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Ya'ni bu vaqtda Musa alayhisalomning so'zini anglamaguncha uningga ibodat qilishni tashlamaymiz dedi. Harun alayhissalom bilan qarshilashdi va jidallashdi. Hatta onu öldürüp etkili taslı kaldı. Musa aytdi: "Ey Harun, ularning azganligini ko'rgan chig'ingda Allah uchun g'azablanishda manga ergishishdan sen nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyruqimga xiloflik qildingmi?" Harun aytdi: "Ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tortmagan. Men hakikaten senin İsrail avladını bölüp etipsen, sözümge dikkat kılmapsan deyişinden korktum." Musa aleyhisselam bilen Harun aleyhisselamның arasındaki münazara. Allah Teala bu yerde Musa aleyhisselam Tur teğiden qaytib kelgandan keyin onun bilen Harun aleyhisselamның arasında bo'lgan iştini xabar berdi. Musa aleyhisselam adamlarının qishig'iga qaytib keldi. O ularning ichida paydo bo'lgan afsuslanarlik ishni ko'rib nihoyat ochiqlandi. Qo'lidagi Alloh taolo tarafidan berilgan Tavrat ba taxtini tashlab etdi va qarindishining chechidan qattiq tortib turib, uni g'azab bilan mundoq dedi: "Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda Allah üçün g'azablanishda manga ergishishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyruqimga xiloflik qildingmi?" Musa alayhissalomning Harun alayhissalomga qilgan buyruqi Allah Taolaning ma'u so'zida bergan buyruqidir. Musa qarindishi Harunga: "Men qaytib kelganga qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turgan, ularning ishini tuzigin, buzuqchilik qilg'uvchilarning yo'lida mangmagan" dedi. Harun alayhissalom Musa alayhissalomga o'zining mehribonligini izhor qilish yuzidan gapni "Ey qarindishim" deyish orqali boshlab, o'zining Isroil avlodining mo'zayga ibodat qilganligini ko'rgan vaqtida Musa alayhissalomning qishig'i berib xabar qilmaganligining sababini bayon qilib mundoq dedi: "Ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tortmagan. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bölüp etipsan, sözümge dikkat qilmapsan deyishingdan qo'rqdim. Ya'ni men bu ishni xabar berish uchun sening qishingga kessam, sening menga nimishqi ularni tashlab qo'yib kelding, nimishqi ularni bölüp etding, seni men ularga mas'ul qilib qoldirganimda sana degan buyruq sözümni nimishqi anglamading deyishingdan qo'rqdim." İbn Abbas radıyallahu anhuma mundoq dedi: Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamның gipidan chiqib ketishdan qo'rqatdi va uningga bo'ysunatdi. Biz bu qissani A'rof surasining 150-151 oyatlarida tafsiriy bayon qilib, bu vaqtda anlagandan ko'rgan a'lo degan hadisni keltirgan edik. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Taha suresi tefsiriden
94. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.